O'zbekistonning tashqi qarzi 36 milliard dollarga yaqinlashdi. Ammo bu qarzlar O'zbekiston iqtisodiyotiga qanday ta'sir qilishini bilasizmi? Ko'pchilikning fikri bo'yicha O'zbekistonga kirib kelayotgan qarz faqat minusga ishlaydi va uni to'lashga kelajakda qiynalishimiz mumkin. Ammo tashqi qarzlar to'g'ri yo'lda ishlatiladigan bo'lsa, iqtisodiyotni rivojlantirish uchun muhim rol o'ynaydi. Tashqi qarzlar davlatlarda infratuzilmalar qurilishini va yangi ish o'rinlari yaratilishini kuchaytiradi. O'zbekistonga kirib kelayotgan qarzlar energetika, infratuzilma va ijtimoiy sohalarga sarflanmoqda. Bu orqali aholining yashash sharoiti yaxshilanadi. Aholining yashash sharoiti yaxshilangani esa iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, davlatga kirib kelayotgan qarzlar undagi investitsiyalar miqdorini oshishiga ham yordam beradi. Misol uchun 2024-yilda O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri kirib kelgan investitsiyalar hajmi 8 milliard dollarga teng bo'lgan va ko'pchilik qarz va investitsiyalar davlatlarga shartli ravishda beriladi. Misol uchun davlatlar o'zining infratuzilmalarini yaxshilaydigan bo'lsa, aholisining yashash sharoitini oshiradigan bo'lsa va ekologiyasini yaxshilaydigan bo'lsa, unga kirayotgan tashqi qarzlar va investitsiyalar uchun ishonch ortadi. Qarzlar faqatgina bir dona holatda xavfli hisoblanadi. Agar u qarzlar davlatning yalpi ichki mahsulotiga nisbatan oshib ketadigan bo'lsa, u davlatga nisbatan ishonch yo'qoladi va boshqa qarzlar va investitsiyalar olish uchun imtiyozlar kamayadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qarz va investitsiyalar davlatda ish o'rinlari yaratilishiga, texnologiyaning rivojlanishiga va yalpi ichki mahsulotning o'sishiga olib keladi. Va shu mustasnoda O'zbekistondagi yalpi ichki mahsulot so'nggi yillarda 5-6% ga o'smoqda. Yesu, bu yosh iqtisodchilar hamjamiyati. Iqtisodiyotni qiziqarli o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizning sahifalarimizga obuna bo'ling.